Hurmatli Qo'chqorbo'zlar, ana shu kungi Qo'chqor o'yinidan G'ijdondan yana bir Qo'chqor baraka bo'ldi. Shu Qo'chqor yoshligidan shu bobo umrlari uzoq bo'lsin. Eski Qo'chqorbo'z Haydarbo'ning uylarida shu holatga keldi. Ma'lumot uchun 2 marta, 3 marta o'ynadi. 2 marta shu Rometanda, 1 marta Navoiyda. Buni sapernigi ana shu Qo'chqor. 3 yosharligida ana shu bilan chiroyli reklamni necha qilgan edi. Ikkinchi o'yinda Jondor to'yida Oliyda o'ynab g'alaba qilgan mol bu. Aka, Qo'chqor $2000 baraka bo'ldi. Ismingiz nima? Otabek akaga baraka bo'ldi. Otabek aka, Qo'chqordan baraka toping aka. Bobo, puldan baraka toping. Ishlaringiz omadli bersin. Ana shunday yaxshi Qo'chqorlar doim parolash qilishga nasib qilsin. Sizni yoshligiga biz ham kurashib davrlarda yuraylik. Bitta duo qiling. Sog'lik bo'lsin, chempion bo'lsin, qog'oziga bo'lsin. Rahmat. Olgan puldan, sotgan puldan olgan Qo'chqordan barakasini bersin.